Sog'lik yaxshimi? Charchash yo'qmi? Tekibsiz. Bo'lyaptimi aka? Bizimizda aka xonlarimizda bular. Savdolaring bersin aka. Aka, sizda olmasin. Rahmi 35 milliondan to'g'ri kelyapti, 150 millionga. Xo'sh, mana akamizdan akalarimiz so'rab turibdi hozir. 175 million. Ustasiga bering o'lingda. 175 berdi. Assalomu alaykum Jasur Uz kanalining obunachilari, bizni uzoq yaqindan ko'rayotgan akalar, ukalar, hurmatli YouTube ixlosmandlar do'stlar, mana bugun biz Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Zangmol bozoriga yetib keldik. Bugun hafta kunlaridan shanba, 21-fevral 2026-yil. Bugungi videolarimiz qo'y-qo'chqor narxlar bilan tanish bo'ladi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi obuna bo'lganlar podpisatsiya qilib, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Shunda biz qo'yib borayotgan videolarni birinchilaridan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Do'stlar, bizdan yiroqlashmang, biz videolarni boshladik. Qadrli obunachilar, mana qo'y-qo'chqor qatorini ham ko'ryapsizlar. Odam normalaqday, oluvchi ham, sotuvchi ham hamma sherda. Aka necha puldan bo'lyapti? Qaysini savdosi bo'lyapti? 48,5 Qaysini? ikkita narsida ikkita. Ha, boshidagi ikkita, ha? Bir joyda 46 degan, boshidagi birinchi turgan ikkita. Keyin mana bu ikkalasi. Qadrli obunachilar, mana. Buni kelishtirib beradi aka. 46 dan shu akamiz so'rab turibdi. Dediz qancha aka? Dedizni aytavering. Ha, brat. 49 dan misol dedi. 49 dan bo'lsa ol dedingiz, ha? Mana buni qirib sotib qo'yadi. Mana baylab qo'yib. To'g'a qanchaga sotdingiz shuni? 4 million 600 ga. 4 million 600 ga ketdi, ha? Mana. 4 million 600 ga ana shu baraka bo'lgan ekan, qadrli obunachilar. To'g'amizniki ekan. Mana shu hammasi bitta qo'yradan. Ko'rishlaringiz mumkin. Qanchaga ketdi endi? 4 million 875. 4 million 875. Mana shu yana qaysi? Mana bitta, ikkita narxida. Ha, bitta, ikkita nariga boshida. Mana shu ikkalasimi? Qaysi aka? Mana qarang, mana bu. Aha, ha, shu 4 ta bir joyda. 4 million 800 qancha dedingiz aka? 75 ming. 75 ming mana. Qadrli obunachilar, 4 million 875 dan ketdi mana. Ko'zi qo'chqorlar o'tgan yilga bo'lar. Yaxshi, bitta ekan, bitta tipda ekan. Bir ikkita kattalari bor, quyug'i, suyug'i ichida savdosini qilsa bo'ladi. Lekin bitta qo'radan ekan. Sog'lom, mana quloqlari zo'r holatda dirkillab turibdi mana. Qimirlab, yaxshi holatda turibdi. Ko'rishlaring mumkin mana. Sendagi nechi pul ekan, uka? Ha, bir joydami? Bu ham sizdan, ha? Nimaga alohida ushlab turibdi buni? Sotildimi? Yo'q, sotiladi. Qanchaga? 4 million 600 dan quyuq suv. Ha, 4 million 600 dan quyuq suv. Bu ham shu qo'radan ekan. Davom etamiz mayli, qadrli obunachilar. O'tasizlarmi akalar? Men tushib olay bo'lmasa. Nechi puldan ekan ona bolalar aka? Ona bola 53 54 so'rayapti. 55 55 yarim. 55 53. Ha, 55 53 ona bola. Siz qancha? 6,5. 6,5. Bunisini 6,5 so'rayaptimi? Siz qancha baho qo'yapsiz? Endi sal chiqsa beradi. Sal ko'tarsa aytilgan narxidan. Bolasi nima aka, urg'ochimi? Ikkovniki ham urg'ochi ekan. Nechinchi tug'ishi? 4-chi o'zimga ekinchi. 4-chi tug'ishi ekan. Narigisi 2-chi ekan mana. Ko'rishlaring mumkin. Ular qisirmi aka? Qo'chqor qo'zi. Ular o'sha Bir joyga 3,5 dan, ha? Uchalasi bir joyga 3,5. Mana bu. Nariga 4 million 200 so'rayapti. 4 million 200 so'rayapti. Ko'zi qo'chqorlar hammasi ko'zi qo'chqorlar ekan. Davom etamiz. Savdolaring bersin mayli. O'tib olaylik. Nima ekan aka narx? Jasur o'zi aka, xudo xolasa bugun kechga chiqadi. 5 ming pul berdi. Shu bilan 5 ming pul berdi. Nechi puldan bo'lyapti aka? Mana bir vagon qo'zi qo'chqor degan joydan. Nechi puldan aka? Va bu yerda Nechi pul? shuni 4 million yarim. 4,5 million, ha? 4,5 milliondan. Qo'chqormanmasi? Hammasi qo'chqor ekan. Necha oylik aka bu? 3 oylik. 3 oylik, ha? Nechi puldan so'radi?
700 dan so'radi. Lukka bir joyga, hammasi bir joyga 3 million 700 dan so'ralgan. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin qadrli o'g'illar. Sariq, Termizniki. talg'ir, Termizniki, Mesni ekan-da, shahardagi ekan. Limonariya. Limonariya. Har xil rangidan bor, mana bundaydan ham bor. Qoralardan VIP. Savdolaringizni bersin. Davom etamiz. Ana. Nech pul bo'lyapti savdosi? O'tinglar akalar, o'tinglar. Bergan yemimga shu. Qancha ekan aka bular? 5 million 300 ming so'm so'rayapman akadan. Ha? 5 million 700 ber deyapti qo'chqor. 5 million 700 ber deyapti, ha? Mana shu bir donani Bir so'rayapsiz. donani so'rayapman. Ha. Bermay turibdi akamiz. 5 million 700 deyapti. Mana bu yirigi nechi pul ekan? 62 so'rayapti. 62 so'rayapti. Aytilish narxi qancha? 7 ber. 7 ber deyapsiz. 62 so'ralyapti, kattasi 7 ber deyapti akamiz. Mana. Yo'shlaring mumkin qadri bo'lmishi. 100 ming o'tib bering shu el savdosidan. Qarang. Aka siz nechi puldan deyapsiz bularni? Yaxshimisiz? 48 dan. 48. O'ting aka. 48 dan ekan mana. Ko'zi qo'chqorlar. 42 bo'lib qoldi shu an savdosi. Mana bu 42 bo'ldi. Tiqinishda turibman. 5 tasini bir joyga 4 so'rayapti akamiz. Termizlik akamiz. Ko'zi qo'chqorlar mana. Endi kamerada qanday ko'rinyapti, quyosh uryapti bilmadim. Ikki ko'zi qo'chqorlar. Qo'shlaring savdo bo'lyapti. Yaxshi ekan lekin bir xil ekan hammasi pashti. Jasur aka. Jasur akajon. Qancha undayroq tushiraylik-da. Kameraga sig'may qolyapti. Savdo qilib turibman. Savdo qilib turibsiz. Qanchadan so'rayapsiz bularni? Yana shunimi? Shuni. Qanchaga so'rayapsiz mana shu? 1 million 200 mingdan so'rayapti. Bermayapti? Bermay turibdi hozir. Yaxshi so'rayapsiz. 1 million 300 ming bo'lsa oling deyapti. 300 bo'lsa o deyapti, egasi. Akamizniki ekan, 4 million 300 bo'lsa o deyapti. Jasuruz. Mana shu akamiz so'rab turibdi hozir. Shuni so'rabdi. Shuni so'rayapsan. Nima deyapti egasi endi? Qurbonni qolaman. 4 million 300 bo'lsa oling deyapti. Egasi qotyapti, 4 million 300 ga. 100 mingga qotib turibdi akamiz. Savdoingiz bersin aka. Aka, birinchi buni bitta tushiraylik, necha pul bo'lyapti? 11,5. 9,5 savdosi, ha? Aytilishi 12,5. 12,5. Aytilishi 12,5 ekan. Mana. Ha. Aytilishi 12,5, savdosi 9,5 bo'lgan. Mana shu qo'chqorimiz. Yoshi nima? Shishakmi, cho'rimi? Cho'riga chiqqan deyapti akamiz. Ko'rishlaring mumkin mana. Katta qo'chqor. Shuni ochib ko'rsak bo'ladimi? Ko'ring. Cho'ri ekan aka. O'ldi. Davom etamiz. Nechi pul ekan ona bolalar? Yaxshimisizlar? Nechi pul ekan ona bolalar? Ona bola 7 milliondan. Savdo bo'ldimi? 6,5 shunday. Bolalari nima? Vallahi ikkita o'l bitta qiz. Ikkita o'l bitta qiz. Egizmas alohida. So'raganini aytayapman, ikkitasi. 3 ta ona bolada bergan. Yosh qo'ylar, 2 tuqqan qo'ylar. Hech puldan Akamiz egizak deb o'yladi-da, shunga aytyapman. Davom etamiz. Mana bunisi qirg'achi. Nechi puldan ekan tog'a bular? Yaxshimisiz? Ha tog'a, nechi pul bo'lyapti bular? Nechi pul bo'lyapti? 3,5 dan. Qo'chqormi? Qo'chqor. Urg'ochi. Savdosi 3,5 danmi? Qancha so'rayapsiz? 4 million 400 ming so'm so'rayapti. Kattanimi? Kattani to'g'ri. Sovliqmi? To'g'ri. To'qli ekan. Siz qanchaga beraman deyapsiz? Qanchaga beraman deyapsiz? 5 bo'lsa. 5 bo'lsa beraman deyapsiz, ha? 5 bo'lsa beraman. Hojam bering. Akamiz so'rab turibdi hozir. Savdosi bo'lyapti mana shuni. 70 ga beraman. Aka nechi puldan ekan qo'chqorlar?
7,5dan ha. 7,5dan qo'chqorlar mana. 3tasi bir joyda. Savdo qancha bo'ldi savdo? 67dan bo'lyapti. 3tasi bir joyda. 7,5 aytilishi 67dan savdosi mana. Ko'rishlaring mumkin qadrli obunachilar. Qo'y qo'chqor qatorda mana hozir. Davom etamiz. Nech pul ekan uka qo'chqorlar? Bular 9 million 300 bo'lib qoldi. 9 million 300 ha? Ikkalasi bir joyda. Qanchaga berib o'rmoqchisiz? 10 bo'lsa beraman. Shu yoqqa o'tib tushirib. Ha, shu yoqqa o'tib olay. Quyosh uryapti-da bu tarafdan. Shuning uchun bu yoqdan keldik. O'tib olaylik mana. Kun bo'lsa berib o'raman deyapti. Lekin yaxshi qo'z qo'chqorlar ekan. Mana shu ukamizniki ekan. Ko'rishlaring mumkin. Davom etamiz mana. Nech pul ekan ona bola? Ona bola aka u deyapti 7,5. Ana shu zo'r ekan. Qo'chqorim bolasi. Ona bola so'rayotganlar bor. Bitta yaxshi ko'rsataylik shuni. Bolasini qaranglar qanday. Semizgina zo'r holatda ekan. Nech pul ekan mana shu ona bola? Buni 8 aka. 8 savdo. Savdo 8 gacha. 7,5 8 gacha savdosi bo'lgan, bermagan. Qancha dedingiz? Berar joyingiz? Berar joy 8dan chiqadi. 8dan balatini oladi deyapti. Mana bu zo'r. Nech pul ekan? Buni bolasi necha oylik? 4 oylikmi? Ha, 4 oylik. Qo'chqor 300 qildi. 8 million 300 qildi, berilmagan ha? 8 million bo'lsa beramiz buni onasi bilan. 8,5 bo'lsa beraverar ekan. Mana tayyor bolasi, qo'zi, qo'chqor foydaga qoladi bolasi. Kattagina bo'lib qolgan. Mana onasi tengi bo'lib qolgan o'sha. Ko'rishlaring mumkin bo'ylarini ham. Ona bola olsalaring yutasizlar xullas. Mana bir 2 oy ushlasalaring 83 ga 5 ga bemalol sotasizlar, to'g'rimi? Yaxshi, savdolaring desin. Zo'r. Bular nech puldan bo'lyapti? Yaxshimisiz? Bular 4dan deyapti. 4dan deyapsiz. To'qlimi bular? To'qlilar 4dan deyilyapti. Savdo qancha bo'ldi? Savdosi 36-35 dan bo'lgan mana. Qadrli obunachilar, davom etamiz yana. Bu nech pul ekan ona bola? Aka buni 6,5 deyapmiz, uni bola. Bolasi nima? Bolasi urg'ochi. Savdo qancha bo'ldi? Savdo 6 bo'lyapti, 6. Savdo 6 bo'lyapti, ha? Ha, savdosi 6. Savdosi 6 bo'lyapti, ona bola. Chiqsa beramiz. Nechinchi tug'ishi? 3-chi. Sog'lommi? Sog'lom, 5 oy bo'ldi. Sog'lom. Boqilgan tug'di. Qolgan ekan tug'ibdi. Akamizniki ekan. Mayli, savdolaring bersin. Qani bular nechi pul bo'lyapti? Jasuruz aka. Jasur. Shunday akajon. Ular 4 savdo qilib turibdi. Siz so'rayapsiz? Yo'q. Aka molimiz bizniki. Ha, mol sizniki. Savdosi 4 bo'lib qoldi, donasiga. Qancha bo'lsa berasiz? 4dan oshsa beramiz. 4dan ko'tarsa beraverasiz, ha? 4dan ko'tarsa beraveradi akamiz mana. Ko'zi qo'chqorlar akamizdan ekan. Ko'rishlaring mumkin. Orqa tarafda qaysi kanal? Jasuruz aka. Jasuruz. Shunday, ha. Har hafta chiqadi videolar. Ko'rib borasizlar, bemalol. O'ting aka. O'ting tog'a. Tiqilishdamiz mana. Davom etamiz. Sizdagi nechi pul ekan ukajon? Buni 37 ga 33 qilyapti. Qancha qo'shadi? Shu yilga qo'ysa, to'g'rimi? Mana u o'tgan yilga. To'qlimi bu? Narigisichi? Qo'shqar. Qo'chqor. Nechiga nechi edi? 36 ga 33, 37 ga. Mana u 37 ha? Bu 33. 37 ga 33. Bu aytilishimi, savdosimi? Savdosi bo'lgan. Savdosi bo'lgan. Aytilishi qancha? Aytilishi 4 ga 42 deyapti. Ha, mana bu 42, mana bu 4 ha? Bo'ladi, barakasini bersin. Nima oldi? Quyosh uryapti. Davom etamiz mayli yana. Tiqilinch. O'tib olaylik akalar. Qani. Nechi pul bo'lyapti bu? Qisirmi, bo'g'ozmi? Ko'pni berasizmi yo'qmi? Qaysini? 4,5. Qaysini? Yo'q, her ikki egasi. Qisir aka bu. Qisir. Egasi her ikki domolo. Siz qancha bo'lsa bering. Qancha baho qo'yapsiz shunga aka? 5,5. 5,5 baho qo'yapti akamiz shuni. 4,5 so'rab ketdi. Mana shuni hozir. Onasinikida. Davom etamiz yana.
5 milyon 48 so'rayapti. Bunimi? Ha, ko'kda. Necha yosh aka bu? Hajji. Qanchaga chiqqan ha? Nech pul bu? Qisir var ya. Nech berasan? 6 depar qavmi. Bolasi boshqacha. Nech berasan? Ha? So'ra. Ona bola. Bolasi qo'chqormi? Mana bu ona bola ekan-da. Ona bola, mana bolasi qo'chqor ekan. Nechinchi tug'ish aka? 3-chi tug'ishi ekan. Qanchaga oldingiz aka? Qanchaga oldingiz? 4,5 ga olindi. Qisir variantidan so'g'liq mana ketdi. Avvalcha men qayta beraman. 15 million. Qaysi bor aka bo'ldi akalar? Mana bu. Ona bola qanchaga ketdi? 9 million ketdi. 9 million. Bolasi 8 million. 8 million. Bolasi qo'chqormi? To'g'ri. Qo'chqor bolasi. 8 million baraka bo'ldi. Bolasi qo'chqor. Aka shuni bitta tushiraylik-da onasini. Mana ko'rishlaring mumkin ona bola. Mana bachchani ham tushiring. Qaysini? Akamizdami? Shu akamizdan, ha? Shu akamizdan ekan. Zo'r, barakasini bersin. Bu ona bola nechi pul ekan? Bu ona bolani ham 8 deyapti. 7,5 bo'ldi. Savdosi? Yo'q, mana Ha, pulimi? 7,5 Bu ona bola 8 deyayotgan ekan, kami bor. Bolasi qo'shqor mana. Ko'krak. Ashqora. Davom etamiz. Qilinch. Aka o'tib ketaylik. Qani o'tinglar akalar. Qilinch. Nechi pul ekan qo'chqorlar aka? 4,5. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 38. Opa. 38 dan bo'pti. 4,5 deyilyapti. O'ting aka. Asilbek! Qo'z qo'chqorlar mana. Sho'xlik, sho'xsiz variantidan. Ko'ringlar. O'tgan yilgi qo'z qo'chqorlar sal qo'zg'irroq, yo'qsizroq, urilgan, qarov ko'rmagan dashtlik ekan. Turtilgan varianti. Davom etamiz. O'tib ketaylikchi aka qani. Mana qo'chqorlarni. Sariq rangli qo'chqorlar. Ha? Yo'q, sotmayman. Qora ranglilarni olib kelyapmiz, ana sariq ranglar ham uchrab Aka, mana shuni ham ko'rsating, hozir oldim, aka. Qanchaga oldi? Mashaq qishloqdan. Qancha? Hasan sartarosh oldim. 2 million 500 ming. Sog'liqmi bu? Yo'q, ko'zi, urg'och ko'zi. To'qli. Nechi puldan ekan akalar? Hasan aka. 11 milliondan donasi, ha? Ha. Donasi 11 dan. Aka, kanalingiz nima? Jasur aka. Donasi 11 milliondan ekan. Savdo qancha bo'ldi aka? 9,5. Savdosi 9,5 dan bo'lgan. Yoshi nima aka, yoshi? Yoshi nima? Chiqyapti shishaka. Shishakka chiqyapti. Qo'zi qo'chqor ekan-da. Qo'zi qo'chqor ekan-da hali. Qo'zi ekan mana. Zo'r holatda ekan, ko'ringlar mana qadrli o'yinchilar. Odamlar o'tib qaytyapti, quyosh uryapti mana. Buyog'roqdan ham ko'rsataman. Ko'ringlar mana qo'chqorlarni. Zo'r akalarimizdan ekan. Qo'chqorni zo'ri kerak bo'lsa mana ko'raverasizlar. Telefon raqam tashab ketmaysizlarmi? Telefon raqam? Telefon raqam yozing. Ayting. 97lik 97lik 805 805 78 74. 78 74 ha. Mana shu raqamga aloqaga chiqasizlar. Qo'chqorlarni zo'rida. Savdolaring bersin. O'tib ketaylik aka. Qirg'iz qo'chqorlar ha. Nechi puldan ekan? Nechi puldan ekan aka? Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz tinch nechi puldan ekan? Kami bor ha? Qo'z qo'chqorlar, to'g'rimi? 5 deyilyapti, kami bor. Savdo bo'ldimi? Ha, bo'lyapti. Qanchadan bo'lib qoldi savdosi? Hammasini bir joyga. Nechi dona? 5 donami? 5 dona 21,5 ga berilmabdi mana. Qadrli bo'lsin. Qancha so'rayapsiz aka? 3,5 million so'rayapman. Qisir ha? Bo'g'oz ekan. 3,5 million so'ralyapti mana shu. Sog'lig'imiz. Akalarimiz savdosini qilyapti. Jasuruzga chiqasiz aka. Egasi qancha deyapti? 38 bo'lsa olasiz. 38 bo'lsa olasiz deyapti. Necha oylik bo'g'oz ekan bu? Kechkiroq. Kechki. 20 kun bir oyda. 20 kun bir oy deyapti, lekin qorni chiqmagan, yelinlari yo'q. Davom etamiz.
Tiqilishda yuribmiz endi. O'tib ketaylik akalar. Ya assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Qani? Sizni ko'rmasdan o'tib ketyapman. Necha puldan bo'lyapti bu aka? 4 million 300 dan deyapmiz. 4 million 300 dan ha? Bo'g'oz qo'ylarmi aka? Bittasi bo'g'oz, bittasi qisir. Mana bu bo'g'oz, mana bu ikkalasi qisira. Hozir aka. Savdo bo'ldimi? Savdo uncha yo'q bo'lgan. Bugun savdo yo'q ha? Narxini so'rab ketdi. Prosta so'rab olarman yo'q. Dastoyni klient yo'q ekanda. Buni necha puldan bo'lyapti aka? Bundayroq turingchi tushiraylikchi. Necha pul ekan bu? 7 bo'ldi. Savdosi? Aytilishi qancha tog'a? Aytilishi o'n ha? Aytilish o'n. Savdosi 7 bo'lgan. Yoshi nima? Yoshi nima ekan? 2 yosh. 2 yosh. Sog'lom ha? Sog'lom. 2 yosh ekan. Dashtimi o'limi? Dashtimi o'limi? Ya uydiki. Uydikimi? Uydiki bo'lsa yaxshi qaralgan bo'ladi. Dashtiki kasal ko'p bo'ladi unda. Uydiki. Uyda boqilgan. Ha, yaxshi. Savdolaringni bersin. Qani necha puldan ekan? Yaxshimisiz aka? Rahmat. 45 55 deyapmiz. 55 ha? Mana birinchi turgan junlik 55 ekan. Mana bu ikkalasi 45 dan ekan. Aytilish ha? Savdo qancha bo'ldi? 48 41 43. 41 43, mana bu 48 ha? 48 bo'lgan ekan savdosi mana. Orqa tarafdan ham ko'rsatay. Ko'ringlar. Qadrli obunachilar, akamizdan ekan. Davom etamiz. Chalasi ham qo'shqor. Bu aka yaxshimisiz? Necha pul deyapsiz buni? Qo'shqorlar. 6,5 dan ha? 6,5 dan. Yashang. Qo'shqorlarimiz. Savdo qancha bo'ldi aka? Savdo 5 dan? 5 dan 15 ga to'xtab. 15 ga uchalasi. 5 dan 15 ga uchalasi. Bu tarafdan ham o'taylik mana. Ko'ringlar. Qo'shqorlarni akamizdan ekan. Qanchaga baraka bo'ldi? 4 millionga aka. Mana shumi, sho'xlikmi? Sho'g'dir. 4 millionga baraka bo'ldi mana. Akamiz o'pdi mana. Akamizdan ekan. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchash yo'qmi? Tinchsiz? Bo'lyaptimi aka? 4 deyapti, so'ra. O'zimizda akaxonlarimizda bular. Savdolaring bersin aka. Aka, siz olasiz. Rahmat. Jasur o'z aka. Jasurni ko'rasizlar erkunda qarang. Maktab qo'zalib qo'yib qoldi. Mana qo'shqorlarni zo'r. Yana qo'shqorlar qatoriga kirdim. Necha puldan ekan aka bu? 5,5 dan narxi 6,5. Mana bunisi 6,5 mi? Kattasi, ha? Buni 5,5 deyapti. 6,5 ekan. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Mana bular 5,5 dan, ha? 5,5 dan o'tib ham beramiz. Kami bor, ha? Kami bor. Telefon raqami ayting aka. 94lik 465 415 460 460 68 68 48 ha? Mana shu raqamga aloqaga chiqasizlar, qadrli obunachilar. Mana ko'z qo'shqorlar. Dastavkasi bor ekan, kelishadigan joyi bor. Xafa qilib jo'natmaydi akamiz. Mana bu tarafdan ham ko'rsatay, ko'ringlar. Akamizdan ekan. Davom etamiz. Savdoingiz bersin aka. Uka necha pul qilyapsan buni? 6,5. 6,5. Aytilishi. Yo'q, So'rayapti. Qancha baho qo'yapsan o'zing? 7,5. 7,5 baho qo'yapti ukamiz. 6,5 so'rabdi bu. Mana bular zo'r qo'shqorlar ekan. Necha puldan ekan aka? 6,5 dan aka bir joyga. 7,5 dan ha? 7,5 dan hammasi bir joyga. Necha dona? 7 ta ekan. 7,5 dan hammasi bir joyga. 7 dona qo'zi qo'chqor. Mana ko'rishlaring mumkin. Yaxshi, hammasi qirjun zo'r holatda ekan. Qadrli obunachilar. Orqa tarafdan o'taylik. Aka, siz bir narsani tushuning. Eng zo'rini so'rayapsiz. Men bir arzon pulga bersam, keyin beg'ini Qanday ekan aka? Jasur o'zi. puldan sota olmayman. Yaxshi. Davom etamiz. Necha pul bo'lyapti ona bolalar aka? Yaxshimisiz? Yo'q, siz narxni ayting, bu tushirmaymiz akalar. 8 dan ona bolalar. Bolasi qo'chqormi? Urg'ochi qo'chqor aralash ha? Savdosimi aytilishimi 8? Aytilish 8. Savdochi? 6,5. Savdo 6,5 dan ekan.
Ona bolalar. Ona bola so'raganlar bor edi. Mana o'zlarining narxlarini ko'rishlari mumkin. Ona bolalarimiz narxlari. O'tib ketarichadi. Davom etamiz. Nechi pul ekan aka Qo'chqor? 8 deyapmiz. 8 aytilish ha? Savdo qancha bo'ldi? Savdo 6 million bo'lgan. Aytilishi 8 ekan. Yo'shi nima? Cho'g'rimi, shishakmi? Cho'g'riga chiqqan ekan mana. Ko'rishlaring mumkin qadrli obunachilar. Akamizdan davom etamiz. Mana bu savdo zo'r bo'lgan qator, cho'ponlar qatori. Savdo bo'lyaptimi? Savdo bo'lyapti aka. Zo'r sotilyapti-ha bu? Mana shu qo'ra bugun. Davom etamiz. Qo'chqorlar makoniga keldim-ku. Nechi puldan bo'lyapti uka? Nechi puldan? 6, 7, 8. Har xil, ha? Katta kichikligiga qarab, ha? Qayerdiki? Qayerdiki? Sarasyo. Sarasyo tuman mana. Ko'rishlaring mumkin qadrli obunachilar. Savdosi zo'r bo'lyapti o'zi mana shu. Nechi dona berdi? Nechisi? 30 ta. Lukka savdo bo'lyapti. Lukka nechi puldan? 30 tasi lukka bir joyda Sarasyoniki ekan. O'tib olinglar akalar. Mana ko'rishlaring mumkin. 30 dona Qo'chqor bir joyda bo'lyapti savdosi. Qo'zi Qo'chqor, o'tgan yilgi qo'zi Qo'chqorlar. Lukka hammasi bir joyga deyapti. O'tib ketaylikchi. Aka o'taylik-da. Yaxshimisiz aka? Mana bo'ldi ana shu. Qanchadan beryapsiz aka? Bo'lsa 150 million bo'ladi. Aka uni beraman. Qayerdan? Yaxshimisiz? Chegan deymisan, jibon deymisan. Eshitmay kelam. To'g'risida sana olasan. Pul sana olsa ortamiz ketadi. Qanchadan so'rayapsiz aka? O'tishda 150 million bo'lyapti aka. Hammasi bir joyga 30 tasi 150 million bo'lyapti mana. Ko'ringlar, akalarimiz so'rayapti hozir. Akajon, u pulni beraman aka. Sen aytgan sen aytgan bo'lmasa. Dedingiz qancha aka? Oltasi 180 debsan. 6 dan ber deyapti akamiz. Shundagiga 30 ta 5 milliondan to'g'ri kelyapti, 150 millionga. Qo'chqorlar zo'r holatda ekan lekin. Mana akamizdan ekan, akalarimiz so'rab turibdi, o'z savdosi bo'lyapti. Ko'rishlaring mumkin. Mayli. Ha. Mana shu bilan, bitta yana jundor bor, u ham past. 11 million so'm so'rab turibdi. Bittasi 58 so'rayapti aka. Bittasi 53 so'rayapti. Shu bilanligim ichida borda. Aka Quyug'i ichida. Yaxshisini so'raydi-da, so'ragan. 4 million so'rayotgan borda. Bo'ldi polvon. Olmayman, ololmadim. Nechi pulsa bersin? Boshqa birov. Prosta bekor men attang Yo'q, so'rab aka, unday narsa kerak yo'q. Men birov anasini qo'y. Savdo qilsa, kim yuragimga o'tirsa, bor beradi. Eshitda ketadi. Yo'q, bunday aka, olishga harakat qiling. Olishga harakat qilib so'rayapman. Sen ayta shuncha bas oldi. 5 millionni olishga harakat qilib so'rayapman. 175 million bering aka. 175 million. 30 tasiga bering oling deyapti. 175 ber deyapman. 20 million kam so'ramaydi. Bular nechi puldan ekan? Ne so'radingiz? So'radimmi? Keladi 30 million mendan mayli, mayli aka. Mana qadrli obunachilar, Qo'chqor qatoridagi videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosishni unutmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.